O'lim vaqti. Umringiz davomida qochib yurgan kuningiz nihoyat keldi. Kelishini tasavvur ham qilmagan kuningizda uyg'ondingiz. O'lim farishtasi siz tomon kelmoqda. Hamma yoq qorong'u, quyosh chiqishidan biroz avvalgi vaqt. Ko'ksingizdagi og'riqqa chidab bo'lmaydi. Tanangiz qimirlay olmaydi. Ongingiz esa tartibsiz. Bolaligingiz, o'smirlik paytlaringiz, hozirgi holatingiz ham bir soniyada ko'z o'ngingizdan o'tmoqda. Nafas olishga qiynalyapsiz. Lablaringiz qurib ketyapti. Tomog'ingizga nimadir tiqilgandek tuyuladi. Menga nima bo'lyapti? Qo'rqyapsiz, dahshatdasiz. Nima bo'layotganini tushuna olmayapsiz. To'satdan yaqinlaringiz atrofingizda to'planishadi. Ulardan biri qo'lingizni mahkam ushlab olgan, qolganlari esa ko'zlarida yosh bilan haqqingizga duo qilishyapti. Ulardan biri qo'llar qaltirab sizga suv bermoqda. Yuzlarda chuqur qayg'u va umidsizlik yaqqol sezilib turibdi. Undan tashqari vaqt xuddi sekin o'tayotgandek tuyuladi. Ovozlar birdan eshitilmay qoladi. Dunyodan sekingina chiqib ketayotgandeksiz. Oyatda aytilganidek, har bir jon o'lim sharbatini totguvchidir, so'ngra yana bizga qaytarilursiz. Miyangiz xiralashmoqda. Harakatlana olmayapsiz. Halqumingizga tiqilgan nafas butun tanangizni holdan toydiradi. Ana shu paytda xayolingizga keladigan yagona xavotiringiz o'lganimdan keyin nima bo'ladi? Shunda shaytonning eng buyuk fitnasi boshlanadi. Bu holatning nomi sakaratul maut, ya'ni o'lim soati deyiladi. Iymoningizga suyanib tura olasizmi? Uni saqlab qola olasiz yoki so'nggi soatlarida iymonlaridan ayrilganlardan bo'lib qolasizmi? Muskullaringiz kuchdan qolmoqda. Qo'llaringiz, badaningiz va oyoqlaringiz muzlab qolmoqda. Tanangizning rangi yo'qolib, oqarib bormoqda. Ana shu paytda shayton oldingizga keladi. Payg'ambar alayhissalom quyidagi duoni o'qir edilar. Ey Allohim, sendan o'lim soati paytida shaytonning hiylasiga aldanib qolishdan panoh tilayman. Ana shu paytda shaytonning eng katta orzusi sizni qabrga iymonsiz holda kirishingizdir. Shu sabab u eng oxirgi makrini oxirgi lahzalarga asrab qo'ygan. Ehtimol sizni boshqa dinga ham boshlaydi yoki Allohga qarshi bo'lgan biror nimani aytishga majbur qilishi mumkin. Qulog'ingizga asta: qarindoshlaring tuzalishi uchun shuncha payt duo qilishdi, lekin o'zingga qara, ahvoling faqat yomonlashyapti. Qani Allohing, u seni eshityapti deb o'ylaysan.